Hurmatli vatandoshlar, mana hozir Toshkent Navoiy yo'nalishi bo'yicha avtobus ichidamiz. Yo'lovchilarning fikri bilan almashamiz. Kimda kim mana hozir bizning ijtimoiy tarmoqda rasmiy YouTube kanaliga obuna bo'lgan bo'lsa, omadli ishtirokchini aniqlab 50% vaucherimizni o'z egasiga topshiramiz. Marhamat, ketdik. Hurmatli yo'lovchilar, diqqatingizni bir daqiqa qaratishni so'rayman. UzAvtoTrans servis tomonidan ajoyib bizda hozir o'yin o'ynalyapti. Kimda kim bizning ijtimoiy tarmoqda YouTube rasmiy kanaliga obuna bo'lgan bo'lsa, 50% vaucher yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bormi shunaqa yo'lovchilarimiz? Ijtimoiy tarmoqda YouTube'da bizani kuzatadigan obuna bo'lgan yo'lovchimiz bo'lsa, bir kishiga 50% vaucherimiz yarim pulga yetib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Kim bor? Bormi shunaqa ijtimoiy tarmoqda YouTube kanaliga obuna bo'lgan yo'lovchilarimiz bormi? Orqaga ovozimni eshituvchilar bo'lsa, yo'lovchilarimizni skaner qilsanglar, bizning ijtimoiy tarmoqda Telegram, YouTube kanallarimizni kuzatib borishingiz mumkin. Safaringlar bexatar bo'lsin, yaxshi yetib olinglar. Afsuski yo'lovchilarimiz ichida omadli ishtirokchini aniqlamadik. Kimda kim keyingi safar bizning ijtimoiy tarmoq YouTube kanaliga obuna bo'lsangiz, albatta yutuqli vaucherimizni albatta o'z omadli ishtirokchisi bo'lishingiz mumkin.